Tak, hozir bajarayotgan operatsiyamiz aynan kompleks operatsiya deb atash mumkin. Nimagaki bu yerda liposaksiya 360, lipofiling amaliyoti hamda ko'kraklarda eksplantatsiya, ya'ni implantlarni olib tashlaymiz, oldin qo'yilgan implantlarni o'zlarini to'qimalarni tortib, pochashka amaliyotini bajarib beramiz. Bu kompleks operatsiya deb ataladi va bu kompleks operatsiyani olishni o'zini qonun qoidalari bor. Ya'ni bu yerda juda ham ko'p hisobga olish kerak bo'lgan momentlari bor. Masalan, operatsiya davomiyligi, operatsiyadan oldingi bemorni analiz tahlillari, operatsiyani ob'yemi. Hozirgi bemorimizda именно UMT bo'yicha liposaksiya hamda lipofiling amaliyotlariga to'g'ri keladi. Taxminan 2 litr atrofida yog' olamiz hamda olingan yog'ni obработка qilib qo'yib, ko'krakdagi operatsiyani bajarib beramiz. Juda ham ajoyib natija bo'ladi. Operatsiyani liposaksiya, lipofiling bosqichini tugatdik. Endi ko'kraklar bilan shug'ullanamiz.